Assalamu alaikum, musulmon bir to'g'anlar, sizlar men bozorga to'g'anlar. Bugun 24-mart to'g'anlar, tushdan keyingi rubl kursalarini ko'rsatib beramiz. Biz men bo'lib like bosib turibsizlar to'g'anlar. Bizni 97% adam, 100 ming adam ko'rsa 97 mingga to'g'anlar like bosib, podpis etib ko'rsatasiz. Qo'llab qo'yingizlar agar o'g'ir kelmasa. Biz bo'lsa boshladik. Kapital bank to'g'anlarına rubl 91 dan olib 1020 dan sotildi. Dollar tushdi, 91 dan olib 93 dan sotildi. Hit bo'lib o'tirib, it bo'lib o'tgan dollar. Aman bankda ko'rmaydi ekan, 90 dan olib 1 dan sotdi degan. Dollar 91 dan olib 93 dan. Ayta geçinirse konkurensiya bo'lib ketdi onlar. Kommersiya bank Qirg'iziston 91 dan olib 90 dan sotayotganiga, mana Islom bankda olsa rublni 90 dan olib 1080 dan sotdi degan. Dollar bo'lsa 91 dan olib 93 dan. Men ko'rinmaydi, kun tiygan uchun to'g'anlar. Aytib beraman, yaxshi qilib. Bank Aziyada rublni 92 dan olib 1 dan sotdi degan. Dollar 90,5 dan olib 92,5 dan sotildi. Qolganlar Doskrido banklarda da shunday bari birdey. Bank